Dars qilish ko'pchiligimiz nazlimizda qiyin ish. Stolga o'tiramiz, kitobni ochamiz, bir necha soat o'tadi va keyin xotirjam holatda joyimizdan turamiz. Lekin bir hafta o'tib, xuddi shu mavzuni qaytadan o'qishga majbur bo'lsak, bu haqiqiy o'qish bo'ladimi? Aslida buni hammamiz boshdan kechiramiz. Stolda o'tiramiz, lekin fikrimiz boshqa joyda. Kitobga qaraymiz, ammo miyamiz o'tgan yoki kelajak haqida o'ylaydi. Telefon bir joyda turgan bo'lsa ham, biz hali ham qandaydir bildirishnomalar kutamiz. Shunda o'zimizga savol bera boshlaymiz. Nega men o'rgana olmayapman? Menda muammo bormi? Aqlli emasmanmi? Nega shuncha harakat qilyapman, lekin natija yo'q? Lekin muammo senda emas. Bu aql yoki iqtidorga bog'liq emas. Muammo to'g'ri o'qitish uslubida va biz ishonib kelgan noto'g'ri qarashlarda. Dars qilish faqat vaqt bilan o'lchanmaydi. Stolda 3 soat o'tirish hech narsaning kafolati emas. Muhimi shu vaqtning qanchasini haqiqatdan ham samarali o'tganida. Haqiqiy farqni yaratgan narsa miyaning qanchalik faol ishlashidir. Eng yaxshi o'rganuvchilar tug'ma iste'dod egalari emas. Ular shunchaki miyaning qanday ishlashini tushunishadi va o'rganish jarayonini unga moslashtirishadi. Sen ham buni qila olasan va bu o'ylaganingdan ancha oson. Birinchi qadam: to'liq e'tibor qarat. Men hozir haqiqatdan ham dars qilayapmanmi? O'zingdan so'ra. Agar yo'q bo'lsa, shunchaki vaqtingni yo'qotasan. Ba'zida 25 daqiqalik to'liq e'tibor bilan o'qish 150 daqiqalik chalg'ib o'qishdan samaraliroq bo'ladi. Ikkinchi qadam: passiv o'qishdan voz kech. Shunchaki kitoblarni o'qish yetarli emas. Chizib qo'yish ham kifoya qilmaydi. O'qiganlaringni o'z so'zlaring bilan tushuntir. Yozib chiq, savollar tuz. Shunda miyang buni muhim ma'lumot deb qabul qiladi va uzoq muddatga saqlaydi. Uchinchi qadam: maqsadni kichik va aniq qil. Bugun 5 ta mavzuni tugataman. Yaxshi niyat, lekin odatda bu motivatsiyani tushiradi. Buning o'rniga bugun bitta mavzuni tushunaman, unga doir 10 ta savol yechaman deb maqsad qo'y. Miya kichik yutuqlar orqali rag'batlanadi va bu davomli odatga aylanadi. 4-qadam: o'zingni mukofotlashni unutma. Bir mavzuni o'zlashtirdingmi, o'zingga kichik tanaffus ber. Sevimli ichimlikni ich, qisqa yurish qil yoki yoqimli mashg'ulot bilan shug'ullan. Bu usul miyani mukofot tizimini ishga tushiradi yoki o'qish majburiyat emas, balki odatga aylanadi. 5-qadam: o'zingni aldama. Haqiqatdan ham dars qilyapsanmi yoki shunchaki dars qilayotgandek ko'rinyapsanmi? O'zingni aldayotgan bo'lsang, vaqtni ham yo'qotayapsan, o'z ichingda aybdorlik hissi ham kuchayadi. Dars qilish bu vaqt masalasi emas, balki strategiya. Sen ham o'zing uchun eng samarali uslubni top. Dars qilishni oson va samarali qila olasan. Endi tanlov sen qo'lingda. Bugun ham o'qiy olmadim deb o'zingni ayblaysanmi yoki 30 daqiqalik to'liq fokus bilan kuningni yutasanmi? Tanlov seniki, lekin unutma, vaqt o'tmoqda va kelajak seniki. Ushbu video boshqalarga ham manfaatli bo'lishligi uchun qo'llab-quvvatla.